Farid Usmon. Bobur podshoh. 13-qism. Mushoira yoki Binoiyning Boburni quvontirgan ruboiysi. Ma'lumki, Samarqand Shayboqxon, ya'ni Shayboniyxon qo'lida edi. Shayboniyxon jon vafoni Qo'rg'onbegi qilib qo'ygandi. Bobur shaharga qaytib xonaqoda o'tirganida Xo'ja Yahyo uyda bo'lgan jon vafo qochib Shayboqxon qo'shiniga ketdi. Jon saqlash kerak-da, dedi. Shayboqxon Samarqandni olganida Mulla Binoiyni mulozim qilib olgan edi. Bobur uni yaxshi, iste'dodli shoirligidan xabardor edi. Shuning uchun qalbida unga nisbatan hurmati baland edi. Bu vaqtda u Shayboniyxon bilan birga edi. Bobur Samarqandni olgach, shoir Samarqandga keldi. Boburning xosbegi Qosimbekka uchraydi. Bu Shayboniyxon odami bo'lsa axir, deb unga gumonsiragan Qosimbek uni Shahrisabzga borib turishga ruxsat berdi. Jamiyat ichida u baribir gunoh ish qilmagan edi. Fazilatli inson edi. Uning g'azal va qasidalari el ichida mashhur edi. Navoiydek g'azal mulkining sultoni ham unga doim hurmat-ehtiromlar ko'rsatgan edi. Bobur Qosimbekka darhol uni Samarqandga qaytarib kelish to'g'risida ko'rsatma berdi. Yaxshi kuy chalish va kuy yaratish qobiliyatiga ham ega bo'lgan Binoiy yo'lda ketarkan Boburga atab Navo yo'lida bir kuy yaratdi. Bu kuyni Bobur qoshida ijro etganida hammaga manzur bo'ldi. Kuy ijro etib bo'lingach, u endi shoirlik mahoratini namoyish qilib ruboiy o'qidi. Forsiy tilda o'qilgan ruboiyning tarjimasi shu edi. Yeb ichgani na nonu, na g'allam bordir. Pulsizlikdan na kiyim, na sallam bordir. Yeb ichgani va kiygani narsam yo'g'u, qanday deyman, ilhom to'la kallam bordir. Binoiyning bu ruboiysi Boburga juda ma'qul bo'ldi. Shoirga bo'lgan ixlosi yanada ortdi. Endi bir ikki ruboiylar yozishni mashq qilayotgan yosh shoir, shoirlar davrasida nomdor bo'lgan Hazrat Alisher Navoiydek ulug' zotning hurmatini qozongan shoir bilan ko'rishish va u bilan mushoiraga kirishish Boburga o'zgacha ta'sir ko'rsatdi. U hali g'azal yozishga kirishmagan edi, ammo ruboiylari bor edi. Hammasi mukammal, elga manzur asarlar edi. Shuning uchun ham Bobur Binoiy aytgan forsiy ruboiyga javob tarzida shu haqida birgina turkiy tilda ruboiy aytib yubordi. Ishlar borki, ko'ngildagidek bo'lg'usidur. In'omu vazifa bori buyurilg'usidur. Ul g'allau muhmalki deb erding berdim. Muhmalg'a bo'yu g'alladin uy to'lg'usidur. Binoiyning aynan aytganlarini Bobur ro'yobga chiqargan edi. Agar chiqmagan bo'lsa, uning aytganlari kelgusida ro'yobga chiqishi mukarramligini yosh shoir ustoz shoir qarshisida turib ta'kidlayotirki, Boburning shoir va shoirlarga umuman ijod ahliga ko'rsatgan bu ehtiromi albatta bizning zamon amaldorlariga ham katta ibratdir. Ular ulug' shoh, ulug' shoir, ulug' olim Boburdan, yosh Zahiriddin Muhammaddan har qancha o'rnak olsalar arziydi. Mulla Binoiy Bobur aytgan ruboiyning birinchi misralarini qofiyasini radif qilib, boshqa qofiya bilan yana bir ruboiy aytadi. Mirzom ki shohi Bahrubay bo'lg'usidir. Olamda hunar birla sar bo'lg'usidir. Bir muhmal uchun muncha inoyat bo'ldi. Mustamal agar desam nelar bo'lg'usidir. Bu endi Binoiyning turkiy tilda aytilgan javobi edi. Go'zal javob bo'ldi. Bu turkiy satrlar ham shohga
ham turkiy tilga, ham o'zbek she'riyatiga umr bo'yi forsiy tilda ijod qilib kelgan shoirning ehtiromi edi. Bu ikki tillilik o'sha davr adabiyotining eng go'zal fazilati bo'lganini ko'rsatadigan dalildir. Ana shu onlarda Boburni Samarqandni olganini qutlab, Shahrisabzdan Hoji Abul Baraka Firoqiy ham kelgan edi. Davrada u ham bor edi. Bu ikki shoirlarning aytishuvlari uni ham ilhomlantirdi. U ham quyidagi ruboiyni ijozat olib turib o'qidi. Bu javrki qildi, davr surg'usidir. Sultonni karam bu, uzurni qo'lg'usidir. To'kilgan agarchi to'lmas ey soqiy, to'kilganimiz bu davrada to'lg'usidir. Yosh shoir Shahzoda Boburning kayfiyati ko'tarildi. Buyurdiki, bu ruboiy aytganlar taqdirlansin. Xos mulozimi shoirlarga alohida in'omlar berdi. Ziyofat tashkil etildiki, bu ziyofatda suhbat, she'riyat, bugungi shoirlarning dong'i dovrig'i, xususan turkiy zabon shuarolarining erishayotgan muvaffaqiyatlari to'g'risida so'zlar bo'lib o'tdi. Nazmda Mir Alisherbek Navoiyning xizmatlari beqiyos ekanligi alohida ta'kidlanar ekan, ul hazratning umrlari uzun bo'lishini Tangri taolodan tilagan holda duolar qilindi. Chunki ul hazratdan kuni kecha Bobur nomiga muborakbod so'zlari bitilgan maktub kelgan edi. Bobur ul zotning bul e'tiborini bee'tibor qoldirmay, darhol mamnunlik izhor etgan holda javob maktubini qaytarib yozib yuborgandi. U hozirgi bu anjumanda Hazrat Navoiyning mana shu e'tiborlaridan o'ta mamnunligini yig'ilganlarga aytib, o'z xursandchiligini bayon etdi. Binoyi aytgan ruboiy sabab bu anjuman mavzusi Hazrat Mir Alisher Navoiy va uning bebaho hisoblangan badiiy asarlari bo'ldi. Bobur Navoiy maktubiga javob maktubi yozganini aytishni o'ziga ma'qul ko'rmadi. Yaxshiki aytmagan ekan. Navoiydan Boburga javob maktubi kelguncha yurtda to'polon boshlanib ketdi.